Yo, hammaga salom do'stlar. Bugungi videomizda men sizlarga qanaqa qilib qasr qurishni o'rgataman. Menimcha Minecraft'larning 20% bilmasa kerak yoki 10%. Birinchi bo'lib bizlarga nima kerak bo'ladi? Mana bunaqa toshlar 25 yoki xohlagan blokka ustiga qo'yishlar 1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 20, 22, 23, 24, 25. Bo'ldi. Shuncha kadar band qilasizlar. O'zim 25liga o'xshamayman mayli. Xohlagancha qilasizlar. 1, 2, 3, 4 qilasizlarda 1, 2, 3, 4. Ya bu xato'ro bo'ldi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Shunaqa qilib chiqasizlar. Qilamizda. Yerga chiqibdi. Shunaqa qilib qo'yasizlar. Hamma yoqimni yo'q bu yoqqa qo'ydim. Bular bilan tekst qilib qo'yamiz. Ukalar, menga 20 ta obunachi yoqib beringlar. 20 ta obunachilardan keyin sizlarga men boy va kambag'al videosini olaman. Keyin lava qo'yib chiqish kerak. To'xtanglar, belgilash kerak-da. O'rtasidagi 4 blokni belgilash kerak. Shunaqa qilib belgilab olish kerak. Keyin buni bunaqa qilib qo'yib chiqish kerak. Lavan. Buni ustiga qo'ymaslik kerak, belgilangan o'rtasini belgilagan yerga. Mana o'zi oqib oldi. O'qish kerak oxirigacha. Kutamiz. Birikta joylar qoladi, uni o'zlaringiz qo'yishingiz kerak. Tush. Yetadimi? Yetdi. Keyin lavani ichida shunaqa o'tirsa bo'ldi shu. Qizilashni bo'yamiz. Keyin lava oqib bo'lgandan keyin buni o'rtasiga suvni qo'yaveramiz. Mana shakllanish o'zi qilib berildi. Hatta yana boshlar. Daryo toshqin o'tolmayman yer degan qo'shiqni eshitganmizlar do'stlar. Eshitganlar kommentariyada yozib qoldirsin. Raqib bilan ketaversin. Raqib chetlarni qurib olamiz. Biladiganlar bo'lsa kommentariyada men bilaman-u, shuni ham o'rgatib o'tsammi deb o'tirmanglar. Men faqat video olish uchun qilyapman va boy va kambag'alning ikkinchi qismini qachon chiqishini aytyapman. 20 ta obunachi qilinglar. Ukam bilan olamiz. Ukam 20 ta, men ham o'zim chiqarmoqchiman. Ammo ukam 20 ta obunachi kelsin, bo'lmasa chiqarmayman deyapti. Hoppa. Hozircha 18 da bor. Hozir kirib ko'rsam 18 ta obunachi bor ekan. Agar TikTok youtuberlar bo'lsanglar,
menga aytveringlar, obuna bo'lib qo'yaman kanalingizga. Давай fakirni o'rniga yoz. Uni qo'yamiz. Bittasini qo'yaveraylik-da. Qilib. Buni qilib buzib chiqish kerak. Bitta ikkita qorong'u turganlarga qo'yib chiqish kerak. Buni keltiraversin. Hop. Endi men nima qilaman? Yana shutlarga qo'yib chiqaman yorug' bo'lishi uchun. Qorong'i bo'lib qolyapti. Agar gaplarda qiynalayotgan bo'lsam, buning uchun kechirasizlar. Chunki men o'zbek emasman. Agar hozir men aytsam, qayerlikligimni hammaga hayron qolasan. Mumkin. Chunki bunaqa davlatni eshitmagansizlar. Ota-onalaringiz yoki bobolaringiz eshitgan bo'lsa eshitgansizlar, lekin bunaqa davlatni eshitmagansizlar aytsam. Bizlarni Urganch davlatlardan edi shaharlar. Mana aylanib keldik. Mana sizlarga shunaqa qasr. Mana qanday zo'r bo'lib turaveradi. Yoniga bitta qo'yib qasrni o'zini qursinlar, zo'r ketadi. Hozir men bezimni o'zim yeyman. 3 ta o'g'il qolsin. O'zim mana shu tomonni mana shu ikkita aytmasam ham bo'ladi. Tushunasizlar. 3 ta karavot nima kerak? Obunachilar tushunadi. Voy bilet 15 zaryada. Baribir olaman video. Chunki obunachilarni bo'laman. Sandiqqa qo'ysam bo'ladi. Bo'ldi. Endi menga olmosni o'ynashlik kerak tayyorlanishga. Zombilarni tunda otayveraman. Shuncha chile bo'sh. Bularni o'rniga hozir narsalar olamiz. Mana bunaqa. Hoppa. Bunu ishlagan narsalarimiz. Qilich bor. Hammasi kerak menga. Nima belkuriga qo'yib qo'yibdi. Yana nima qilsam bo'ladi? Bularni bezaman. Nima qilsam bo'ladi buni? Bizvordim. Buni buzib qo'ysam bo'ladi.
o'zim zerikib ketganimdan video olyapman do'stlar. Bo'lmasa boshqa narsa olib yotaverim. Ha aka, video olayotganmi? Video olayotgandim. Qo'shilasanmi men bilan? Ha. Hozir mana moddiy qaray. Qo'shildingmi? Ha. Qalaysan, nima qilyapsan? Qoch, minora qurayman. Sal sekiroq qo'y. Zugun sekiroq qo'y. Butlarga o'tiga nima deb yozib qo'ysam bo'ladi? B deb yozib qo'yaymi bo'lmasa? Davay B deb qo'yamiz. Ismim Behruz. Chun. Bir, ikki, shunisiga. Sig'masiga. Shunaqasiga. O'xshagancha qilyapman dedim. Endi-chi, normalni endi. Bu yerdan quramiz-da. Hoppa. Riga o'xshab qoldi. Yetmaydiganda ish qilaveramiz. Chunki B harf. Sizlar ismingizni kommentariyada yozib qoldiringlar do'stlar. Albatta hammasini o'qib, yurak va like bosib qo'yaman. Endi-chi bunga o'xshadimi? O'xshadi. Mana bunaqa go'lim bu yeri. Go'lim. Ha, sen meni go'lim dema. Chiqib ketdi. Zap. Kirdi. Dema. Birga bir jang qilasanmi shu zonada? Yo'q. Xayr do'stlar, bugun sizlar bilan men Behruz edim. Bugungi video shunday iborat edi. Uka, nechta obunachidan keyin boy va kambag'alni olamiz? 20 ta. Tushundinglarmi? 20 ta obunachilar. Agar obuna bo'lmay ko'rayotganlarga uncha odamning to'ri bajariga tushib, menday mana bu zombi odamdek qarab ketsa, qo'llarini ko'ryapsizlar. Xayr do'stlar.